Bu darsimizda Windows operatsion tizimlarini aktivatsiya qilishni va Microsoft Office dasturlarini aktivatsiya qilishni o'rganamiz. Bizga ushbu dastur kerak bo'ladi. Dasturga kiramiz. Birontasini tanlaymiz. Qolganlarni tanlasak ham bo'ladi. Tanlaymiz. Ochganimizdan keyin aktivatsiya Windowsga o'tamiz. Ozgina kutib turamiz. Bu jarayon bo'lishini to'liq kutib turing. Aktivatsiya bo'lsa, sizlarga shunday so'z yozib chiqadi. Ya'ni aktivatsiya выполнена успешно. Endi aktivatsiya Office qilamiz. Office dasturlarini avtomatik o'zi aktivatsiya qilib beradi. Mana bo'ldi. Siz ham shunday qilib o'z operatsion tizimingizni aktivatsiya qilsangiz bo'ladi.